8-chi savol. Is gaziga kislorod qo'shamiz, kelib chiqadi karbonat angidrid. Reaksiyada is gaz va kislorodning boshlang'ich konsentratsiyasi mos ravishda 0,4 va 0,6 mol taqsim litrga teng. Kislorodning 25% reaksiyaga kirishganda muvozanat qaror topdi. Muvozanat konstantasini toping degan savol, ya'ni Km ni toping. Birinchi reaksiyani yozib olamiz. Is gaziga kislorod ta'sir ettirilsa, bu yerda kelib chiqadi karbonat angidrid. Demak, dastlab sarflangan va muvozanat holat bo'yicha ishlanadi. Dastlab sarflanadi va muvozanat yuzaga keladi. DSM bo'yicha ishlanadi. Muvozanatlar har qanday masala. Tenglashtirib olamiz. 2 koeffitsient. Is gaziga ham 2 koeffitsient qo'ysa, reaksiya teng bo'ladi. Endi reaksiyada is gaz va kislorodning boshlang'ich konsentratsiyasi 0,4 va 0,6 ni, mana dastlabki is gaz va kislorod dastlab 0,4 mol taqsim litrga 0,6 mol taqsim litr bo'lgan ekan. Va kislorodning 25% sarflanganda, reaksiyaga kirishganda muvozanat qaror topgan. Demak, mana 0,6 ni 25% reaksiyaga kirishgan, 25%. Qanday topamiz 0,6 ni 25%? 0,6 ni 25 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Shunda 4 dan 1 son chiqadi, ya'ni 0,15. Kislorod 0,15 sarflangan. Koeffitsiyentlarga ko'ra 2 koeffitsient, 1 koeffitsient, 2 koeffitsiyentga ko'ra bu 0,15 sarflansa, is gazi ham sarflanadi. 0,15 ni 2 ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Koeffitsiyentdan proporsiya qilyapmiz. X teng is gazi 0,3 sarflanadi. Karbonat X teng 0,15 ni 2 ko'paytirib 1 ga bo'lsa, 0,3 hosil bo'ladi. Shunda muvozanatda qancha qoladi? Dastlabki moddalardan sarflanganlar esa muvozanatda qolgan modda kelib chiqadi. 0,4 dan 0,3 sarflansa 0,1 qoladi muvozanatda. Kislorod 0,6 dan 0,15 sarflansa 0,45 qoladi muvozanatda. 0,45. Muvozanatda karbonat esa 0,3 hosil bo'ladi. Demak, chap tarafda ortib qolgan moddalar yoziladi muvozanatda, o'ng tarafda hosil bo'lgan modda yoziladi. Agar dastlab bu ham bo'lganda qo'shib yoziladi. 0,1 bo'lganda 0,3 ham hosil bo'lib, jami 0,4 deb yoziladi. Yo'q bo'lgani uchun 0,3 ni o'zi yoziladi. Endi shu sonlarni Km ni topish formulasiga yoziladi. Km. Km topish uchun har doim o'ng taraf, strelkaning o'ng taraf konsentratsiyasi kasrning tepasiga yoziladi 0,3. Mana bu koeffitsient daraja chiqadi kvadrati. Taqsim chap taraf konsentratsiya kasrning mahrajiga yoziladi. 0,1 kvadrati, mana 0,1 ni koeffitsient kvadrati. Ko'paytiruv 0,45. 0,45 ni birinchi darajasi. 0,45 kislorod koeffitsient yo'q, ya'ni birinchi darajasi. Xo'sh, bu raqamlarni soddalashtirib olamiz. 0,3 ni kvadrat degan 0,3 ko'paytirib 0,3 degan. 0,3 ni ko'paytirib 0,3 ga degan. 0,1 ni kvadrat esa 0,1 ni 0,1 ga ko'paytir degan. Ko'paytiruv 0,1. Bu 0,45. Xo'sh, birinchisi o'zi ya'ni. Endi nollarni qisqartiramiz. Tepadan bitta 0, pastdan bitta 0 qisqartiramiz. Tepadan bitta 0, pastdan bitta 0. Demak, qolgan sonlarni yozamiz yana. Teng, pastdan davom etamiz. Tepada 3 ko'paytiruv 3 qoldi. 3 ko'paytiruv 3, pastda 1 ko'paytiruv 1 baribir 1 bo'ladi. 1 0,45 ko'paysa baribir 0,45 bo'ladi. Demak, 3 ko'paytiruv 3 bu 9 degani 9 taqsim 0,45 bo'ladi. Xo'sh. Qulayroq songa keltirish uchun surat mahrajini 10 ga ko'paytiraman. Ma'nosi o'zgarmaydi, lekin hisob kitobda ma'no o'zgarmaydi. Teng, surati ham mahraji ham bir xil son ko'paytirsa. Shunda 9 ko'paytirib 10 deb yozaveraman tepani. Past esa 0,45 ni 10 ga ko'paysa 4,5 bo'lib qoladi. Endi qisqaradi. Xo'sh, mana bu 9 4,5 ga bo'lsa 2 kelib chiqadi. Demak, 2 ni 10 ga ko'paytirsa, demak bu yerda hisob kitob 20 degan hisob kitob kelib chiqadi. Ya'ni Km 20 ekan. Muvozanat konstantasi. Shunda to'g'ri javob 20 degan javob B javob bo'ladi.